Sizlar taniysizlarmi bir-biringlarni? O'tmishim. A? O'tmishim? Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Mashina haydashni o'rganib oldingmi? Ha, o'rgandim. Siz bilan ajralganimizdan keyin o'qidim. Ancha o'z ustimda ishladim. Kompaniyamga asos soldim. Hozir hayotim yomon emas. Yo'g'e, men ham o'qigan qizman. Bekor tashlab ketdimmi? Bekor tashlab ketdimmi? Sog'inib qoldingizmi o'tmishingizni? Yo'q, qanaqa o'tmishimni sog'inib qolaman? Bo'pti, men bora qolay unda. Bo'pti, o'zing. Yaxshi boring. Olib berasiz mashinkani Olib yo'qmi? beraman. Qarurmay orqaga o'tmishingiz ham bo'pti. sizni. Yur. Mana. Vau! Bo'ladimi? Ha? O'zi tikishni bilasanmi? Ha, meni ota-bobom tikuvchi o'tgan. Bo'pti, tanla, qaysi birini olamiz? Bilmadim. Ota-bobolaring tikuvchi o'tgandi-yu. Ota-bobom tikuvchi o'tgan, men emas. Qanaqa mashina qaryaptidingiz? Yana sizmi? Orqamizdan kuzatib yuribsizmi? Yo'q, bu kompaniya menga tegishli. Yo'g'e? Rostdan. Namchi bizning peshanamiz sho'r. Bekor ajrashimizda. Ancha rivojlanib ketibsan-a? Ha, rivojlanib ketibdi. Ketib boshqa joydan olamiz. Nega boshqa joydan olasizlar? Yoqmaydi menga bu. Men sizga bepulga beraman. Siz bizdan pul yo'q deb o'ylayapsizmi? Biz kambag'al emasmiz. Men sizni kambag'al demadim. Pulim bor, qancha kerak? Pulingiz kerak emas. Bizda aksiya ketyapti. Ayni vaqtida keldinglar. Qanaqa aksiya? Jack kompaniyasidan avtomatik yuk mashinasini xarid qilsanglar, bevayda yutib olishingiz mumkin. Voy rostdan. Men yutib olaman-da, qachon berasizlar? Oktyabr oyining oxirida g'olibni aniqlaymiz. Bo'pti, olamiz. Hozir sizga elektron talon rasmiylashtirib berishadi. Agar talon sizda bo'lmasa, o'yin ishtirokchisiga aylana olmay qolishingiz mumkin. Bo'pti, pastda kutib turamiz. Yuring. Ketdik. Qarang, mana bu bo'lsa kerak-a. Go'zal, sen ham boy bo'lib ketishni xohlaysanmi? Ha, nima qilasiz? O'qitasizmi, ishlatasizmi? Tashlab ketaman. Mana tashlab ketgan qizlarning hammasi boy bo'lib ketyapti.